Xatimga qarab savdo qilyapsiz. Telefonga qarang. Tushunmadim. Nima tushunmaysiz? Telefon olishga keldingizmi? Nima qilishga keldim bo'lmasam? Xatimga qarayapsiz-da. Men yuzingizga qarab turibman. O'xshamayapti, ko'zingizni ko'ryapman-ku. Xo'p, Sizga nima? Mani bir kunlik kiyinadigan pulimga sen 1 yil yashaysan. Xo'p. Kiyimingiz zo'r ekan. Просто silniy bo'lib kiyinyapsiz. Ne unaqa katta ketyapsiz? Men katta ketayotganim yo'q, o'zingizga o'xshab muomala qilyapman men. Xo'p. Men bir kunlik Telefon olishga keldingizmi? Telefonni ko'ring-da, faqat menga qarayapsiz boyadan beri. Xo'p, bo'ldi. Nech pul? 700. 700? Pensiyaga chiqqan telefoningizmi? Orqalari sinib yotibdi, oldilari dabdalasi chiqib yotibdi. Chaqa-chuqa bo'lib yotibdi. O'zim ishlatganman 700 o'shancha. O'zingiz ishlatgansiz? Da. Agar siz ishlatganingizni kimdir biladigan bo'lsa, butun umr sota olmayman bu telefonni. Tushunyapsizmi? Nimaga? Nima qilibdi men ishlasam? Voy, siz ishlatsangiz bu hozir men olib borib, misol uchun bu kim ko'radigan bo'lsa, biladigan bo'lsa, sizdan olganimni hech kim olmay qo'yadi. Nimaga menga nima qilgan? Normalniy qizman-ku. Вот. Normalniy qizmisiz? Da. Voy billa. Vasho osmon ekansiz-da. 700 ustiga qo'shib 17 olmoqchiman. Bo'ldi, men o'zim sizga 17 qilib beraman. Nech pul qilib berasiz buni? 700. Yo'q, 400 beraman. Yo'q. 400. 650. Yo'q, 400 dollarga berasizmi? Yo'q. Nech pulga berasiz? 650 oxir 6. Yo'q, realniy nech pulga berasiz? 650 deyapman. Yo'q, 450 beraman. 500. Yo'q, 450. 500 sizga ham meniki. Mana qarang, parolingiz nechi? Yuzimga tuting, ochiladi o'zi. Chiroyli. Tanimayapti chiroyli yuzingizni. Makiyaj qilmay chiqdim-da. Uyaltiryapti-da. Qarang, Telegramingizga kirasiz. Audio Sevet bot deb yozasiz. Birinchisi o'zi chiqib keladi. Startni bosasiz, o'zbekchani bitta bosasiz. Instagramga kirib turib, любой bitta videongizni kopировать qilib, mana shu botga bitta tashlasangiz, videoni ham yuklab beradi. Qo'shiqni yuklab olishni bossangiz, qo'shuvni ham boshlab chiqazib beradi. Tushunasizmi? Mana любой musikangizni chiqazib beradi. Zo'r ekan. Ha, buni shunaqa afzalli tomonlari bor Audio Sevet botda. Nech pul qilib berasiz? Sizga foydali bo'lsin deb aytdim-da. 500, 450 ga olaman. Baraka bo'lsa ketdi. Rozimisiz? Mayli, baraka. Bo'ldi. Xudo xohlasa, kimga shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimiz borib olib ketamiz, bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Sizga variantga telefon qilib beraman. Tekshirib olsam, pulingizni sanab beraman.